Bir kishi aytadi, ba'zan ayolim rosa charchagan bo'lsa ham bolalarga nimadir pishirib oshxonada soatlab qolib ketardi. Ozroq dam oling axir, muncha o'zingizni qiynayverasiz, deb koyib berardim. U esa xotirjamgina shu ish meni xursand qiladi, deb qo'ya qolardi. Bunaqangi holat o'rtamizda ko'p takrorlandi. Oradan yillar o'tib, ayolimning nega bunday qilishini tushunib yetdim. Ayol kishi g'am tashvishlaridan oshxonaga qochishi kerak ekan. Nimalardir pishirib, qayg'ularini yengishga harakat qilar ekan. Ha, ayolim to'g'ri qilar ekan. U jismoniy harakat bilan o'zini chalg'itishga, ovutishga harakat qilar ekan. Buni tushunib yetgan kunim ayolimdan uzr so'radim. Charchaganingizda narsa pishirishdan qaytarib, sizni qiynagan paytlarimda nohaq bo'lgan ekanman. Tushunib yetdimki, oshxonada nimadir tayyorlab ham o'zingizni, ham bolalarni xursand qilib, qayg'ularingizni, ruhiy tushkunliklarni yengar ekansiz. Ayolim sizga avval ham oshxonaga o'zimni ovutish uchun kiraman deb aytganman, lekin tushunmasdingiz. Endi tushunibsiz. Allohga shukr, deb kulib qo'ydi. Qani, unda bugun ham birorta shirinlik tayyorlab beringchi, dedim hazillashib. Ayolim bosh ustiga deb oshxonaga kirib ketdi.